Bu transfer oynasi Real Madrid Barselona ustidan qotib kulyapti desam, ishonasizmi? Ko'rinishicha ular yaxshigina alamini olishyapti. Hoziroq Madrid Uri kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, bu yerda bu jamoa haqida barcha yangiliklardan qolib ketmaysiz. Telegram kanalimizga obuna bo'lganlar so'nggi misolni allaqachon eshitishdi. Ya'ni-da mavsum davomida Bernardo Silva Barsaga o'tishga yaqin deb turishgan paytida oxir-oqibat bu o'yinchi Real Madridni tanladi. Bundan oldingi misol esa Dumfries. U ham boshida Barselonaga qiziq edi va ular o'yinchiga rasmiy taklif yuborishni boshlashayotgan paytida u allaqachon Real Madrid bilan shartnoma imzolab qo'ydi. Undan keyingi misol esa Real Madridga aslida kerak emas bo'lgan o'yinchi faqatgina ko'rinishicha Barsani ustidan kulish uchun Florentino Perez Atletico'ga 150 million yevro Julian Alvarezga rasmiy taklif yubordi. Undan oldin esa Barselona 120 million yevrolik taklif yuborgan edi. Va endi jamoa xohlasa ham, xohlamasa ham 150 million yevrodan ko'proq taklif yubormaydigan bo'lsa, Atletico ularga argentinalik futbolchini sotishmaydi. Qisqacha ko'rinishicha bu transfer oynasi juda qiziq bo'ladi. Aytgancha, Barselona yana qaysi o'yinchilarga qiziqish bildirayotgan edi, izohlarga yozib keting, balkim Florentino Perez o'qib, ularni ham sotib oladi.